xonali o'zimiz xohlagandek remontda, boshqacha yangi uy xohlagan, o'zimiz xohlagan etajda shunaqa uy sotib olganmiz. Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Anchadan beri rejalashtirilayotgan qalb uyini yarat deb nomlangan efirimiz boshlandi. Ochiq deb e'lon qilaman. Bu juda ham yengil efir. Bunga bemalol o'zingizlar oldingizga choylar, har xil pishiriqlar, konfetlar olib kelib olib, bemalol mevalar olib kelib ko'rsangiz, eshitsangiz bo'ladi. Chunki bir murakkab, juda ham bir nima deydi, diqqat kerak albatta. Juda ham chuqurlashib ketadigan efir emas. Bu juda ham yengil efir. Yangi yil oldi chuqur efirlar o'tkim kelmadi. Chuqur bir nima deydi, onglar bilan ishlaydigan qanaqadir darslar bergim kelmadi. Yangi yil arafasi oddiygina, soddagina bo'lgan, lekin ma'nosi juda ham chuqur. Chunki bu bizni uyimiz bilan bog'liq, biz yashash makonimiz bilan bog'liq efir. Bu juda ham nozik, nima deydi, bizni aspektimiz hisoblanadi. Nozik hayotimizni jabhasi hisoblanadi uy. Shuning uchun bemalol o'tirib olinglar, bemalol xotirjamlikda oila a'zolaringiz, turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz bilan, qaynona, qaynotalar bilan ham bemalol ko'rsa bo'ladigan, juda ham moshni efir bo'ladi, xudo xolasa. Demak, ovozlarni aniqlab oldik. Ovoz yaxshi eshitilyapti. Ko'rinyapman. O'zimni bir tanishtiraman hozir. Kimdir meni yaxshi taniydi, kimdir unchalik emas. Kimdir umuman tanimasligi ham mumkin, kimligimni bilmasligi ham mumkin. Shuning uchun bir boshdan o'zimni tanishtiraman. Men Hamroqulova Saida Zaylobiddinova, yoshim 44 da, oilaliman. 3 ta farzandni onasiman va mana shu psixologiya sohasida praktikant psixolog, ya'ni amaliyotda qo'llovchi amaliy psixolog bo'lib 7-8 yillardan beri, aniqrog'i 8 yildan beri faoliyat yuritaman. Bu kasbimga kelishimga albatta mendagi savollar, o'y-xayollar, atrofimdagi har xil insonlarning menga bo'lgan reaksiyasi, har xil jarayonlar, vaziyatlar, og'riqlar olib kelgan. O'zimdan o'zim shunaqa sevgida kelib qolmaganman psixologlikka. Va boshlaymiz bugungi efirimiz. Nimamga qarab turaman, daftarimga, chunki belgilab olganman, nimalar haqida gaplashamiz, nimalar haqida chuqurroq tushuncha beraman. Balkim unaqa chuqurlashib ketmasman, ozroq ma'lumot berarman. Ma'lumotlarim haqida yozib olganman. Agar qanaqadir mavzuga oid savollaringiz bo'lsa, bemalol chat guruhimizga yozishingiz mumkin. Bugun endi biz yashayotgan makon, uyimiz haqida gaplashamiz. Kimnidir ijarada yashaydi uyi, kimnidir o'zini sotib olgan uyi, kimdir qarindoshinikida turadi. Yana kimdir balkim uyi yo'qdir, nima deydi, qayerdadir yashar, qaysidir makonda yashar. Lekin qayerda turishimizdan qat'iy nazar, o'sha joy bizni makonimiz, bizni boshpanamiz, bizni asrovchi, himoyalovchi joyimiz hisoblanadi. Buni farqi yo'q. Kimdir ijarada yashayman, menga taalluqli emas, yo bo'lmasa men qarindoshimnikida yashayman yoki qaynotam bilan vaqtinchalik yashayman. Xudo xolasa o'zimning yangi uyim bo'ladi, o'shanda o'ylab ko'raman deb o'ylashingiz ham mumkin. Lekin hozir siz yashayotgan makon bu sizning qalbingiz. Qalbingizni oynasi, qalbingizni ko'rsatib turgan ko'zgusi hisoblanadi. Qanday holatda bo'lishidan qat'iy nazar. Ya'ni har bir jonli, jonsiz narsalarimiz, buyumlarimiz, uyimiz
har bir narsa, mana misol uchun bitta mana shu ruchka deylik, mana shu ruchkani ham har birini energiyasi bor, o'zini ilohiy ruhi bor. Bu nima degani? Biz o'ylaymizki, mana shu ruchkani xohlagancha foydalana olamiz, sindirib yuborsak bo'ladi, tashlab yuborsak bo'ladi. Tam oddiy bokalimiz, misol uchun televizor pulti, buni ham ishlab otib yuborsak ham bo'laveradi. Nima endi bu? Joni yo'q-da. Televizorimiz, uyimiz, insonlar, hayvonlar, yer planetasi, kosmos, galaktika, har bitta narsani o'zini ilohiy ruhi bo'ladi. Ya'ni energiyasi bo'ladi. Hech bir o'ylab ko'rganmisiz sizlarga savolda, joni bor shu narsani, shu bokalni yoki shu uyni deb his qilganmisiz? Kim o'ylab ko'rgan shu haqida? Agar kimdir o'ylab ko'rgan bo'lsa, chatda yozib yuboringlar. O'ylaganmisiz? Uni nafas oladi u deb kim o'ylab ko'rgan? Nafas olishi mumkin, his qilishi mumkin uyimizni debda o'ylaganman. Demak, har bitta narsani o'zini energiyasi bor, ilohiy ruhi bor. Oddiy toshdan boshlab butun bir insoniyatni ham, hayvonlarni ham, kosmosni ham, yer planetasini ham, masalan, yer planetasini ham ona yer, ona tuproq, ona vatan, onaga qiyoslaymiz-ku. Uni ham demak onadek bag'ri keng, ona energiyalari bor-da, unda bekordan bekorga insonlar qo'yishmagan bu nomni. Va ona vatanda, ona tuproq deb bekorga aytilmaydi-da. Demak, uni energiyasi bor. Uni o'ziga yarasha o'sha ruhi bor. Ruhi bilan yaraladi har bitta narsa. Masalan, bizni mana shu tanamiz bizni как бы masjidimizda bizga ijaraga berilgan joy bo'lsa, shu tana ruhimiz uchun joy, qalbimiz uchun joyda. Uyimiz bo'lsa, bu tanamizni joyi, o'sha ruhimizni, tanamizni makoni hisoblanadi. Uyimizga ko'p agar e'tibor beradigan bo'lsak, ba'zida yoqmay qoladi uyimiz, uyimizdan qochib ketgimiz keladi. Ba'zida yaxshi ko'rib ketamiz. Uyimizni boshqa uylar bilan solishtirib yashagimiz kelmay qoladi. Qayerdan ham shunaqa uyda yashayman, nimaga unaqa uyda yashayman degan savollar ham bizda gohi-gohida uyg'onib qoladi. Lekin mana shu hamma narsani, har bir his qilgan hissiyotlarimizni, energiyalarimizni, o'ylagan fikrlarimizni uy ko'rib, his qilib turadi-da. Shuni bir hayolimizga ham kelmagan, o'ylamaganmiz ham, lekin his qilib turadi. Sizdan o'tayotgan har bitta fikrni, hayolingizdan o'tayotgan, sizdan o'tayotgan o'sha negativ fikrmi, sizdan o'tayotgan ayblovlarmi, hammasini uy his qilib turadi, hammasini bilib turadi. Va o'sha energiyalarni, biz yuborgan energiyalarini uy o'zimizga qaytarib turadi. Nimaga uyda siqilib qolamiz? O'tira olmay qolamiz. Hozir ko'pchilik uyda o'tira olmaydi, ketgisi keladi. Sayohatga ketgisi keladi, qayerlargadir borgisi keladi. Uyimda siqilib ketaman, qiynalib ketaman deydi. Sababi o'sha energiyalarga to'lganda uy to'lib bo'lgan. Nafrat, g'azab, alam, o'sha janjallar bo'lgandir, kelishmovchiliklar bo'lgan, baqir-chaqirlar bo'lgan. Mana shu hamma energiyalar o'sha sizni bo'g'ishni boshlaydi-da. Biz shuni yubordik. U ham bizga shuni qaytarib beradi-da. Uy ham. Har bitta uyimizda mana oddiy bitta xonangizga kirsangiz, uyingizdagi boshqacha atmosfera, boshqa his-tuyg'ular o'tadi. Qaysidir yana bitta xonangizga kirsangiz, yana ham boshqacha hissiyotlar bo'ladi. Qaysidir xonada bo'g'ilib ketasiz, qaysidir xonada xotirjam bo'lib qolasiz. Bularni hammasi o'sha uyni ongi borligi, uni ruhi borligi, u o'ziga gubkadek tortib olganligi o'sha bizning hissiyotlarimizni, energiyalarimizni, bizdan chiqqan agressiyalarni, ayblov bo'ladimi, xursandchilik bo'ladimi, hammasini o'ziga tortib olayotganligini bildiradi. Va o'sha chastotasi bor. Misol uchun negativ chiqardikmi, alam, g'azab chiqardikmi,
o'ch olish chiqardikmi, shu chastotani u bizga qaytarib beradi. Yoki quvonchni, xursandchilik, o'yin kulgu, shunaqa nima deydi, baxt his-tuyg'ularni his qildikmi, u yana bizga qaytarib beradi. Вот o'ylaganman, his qilaman energiya borligini. Albatta energiya bor, uni chastotasi bor. Har bitta uyni o'zining chastotasi bo'ladi. Bizda xuddi qanaqa ong bo'lsa, unda ham, uyimizda ham shunaqa ong borda. Shunaqa energiyalar bor. Lekin biz ko'pincha nima qilayotganimizni, o'sha qaysi ongda yashayotganligimizni, ayniqsa inson ongida yashovchi insonlar, standart ongda yashovchilar buni tanamdan chiqaryapman, bu chastotalarni, bu his-tuyg'ularni, bu emotsiyalarni atrofga beryapman deb o'ylamaydi-da, o'sha baqir, chaqir, urish, janjal, tam ayblovlar, qo'rquv, xavotir hammasini chiqaraveradi. Va bu uyda yig'ilib, bu chastotalar yig'ilib, o'z-o'zidan buzilishlarga olib keladi, barbod qilishga olib keladi. Birinchidan, inson o'zi mazza qilib yasholmaydi u uyda. Ikkinchidan, har bitta texnikalar buzilishni boshlaydi, idishlar sinishni boshlaydi. Qanaqadir sizga yoqmaslikni boshlaydi-da, qanaqadir turgingiz kelmaydi, ovqatlangiz kelmaydi uyingizda. Siqilib ketasiz, qisilib ketasiz, xuddi nimadir sizni qisayotganga o'xshaydi. Shuning uchun albatta inson nima taratayotgani o'zidan albatta o'ylab ko'rish kerak. Qanaqa fikrlar o'tyapti? O'zi to'n kiyimlarga, o'sha yupqa tanaga kirganimiz sari insonda fikrlarni anglash, nima deyapman, nima gapiryapman, nimani o'ylayapman, hammasini analiz qilishni boshlaydi. Nima ketyapti ichimda? G'azab ketyaptimi? Nafrat ketyaptimi? Xavotirmi? Tushkunlikmi? O'zi o'qishni boshlaydi-da ichini. O'qigani sari u anglab turib boshqa, ya'ni quvonch, baxt hislariga o'tishni xohlaydi. Bu uchun praktikalar berilgan bizga, har xil meditatsiyalar bor, initiatsiyalar bor, har xil usullar bor, instrumentlar bor. Shu inson uchun-da kimdir o'tadi, yana baxtni his qilib ketadi, kimdir o'sha onglarda qolib keladi. Masalan, insonning makoni uni aks ettirar ekan, uni ongini, o'y xayollarini, qaysi energiyalarni o'zidan chiqaryapti. O'sha uni uyi shuni aks ettirar ekan. Har bitta burchagi insonni o'zini aksida, uy, men aytmoqchiman endi, remont zo'r bo'lishi kerak, zo'r mebellar bo'lishi kerak. Yo'q, unaqa fikrdan yiroqman. Faqatgina tozaligi, o'sha o'zingiz ichayotgan, o'zingiz foydalanayotgan idishlarni sifatliligi, zamonga to'g'ri kelishi ga javob berish kerak. Bilamiz, zamon bu Xudo. Ko'pchilik zamonni ayblaydi, zamon sababchi deydi. Zamonni yaratayotgan yagona borliq yaratuvchisi xohishi bilan shu zamon o'zgaradi. Shu yangi idishlar chiqadi, yo yangi mebellar chiqadi, yangi kiyimlar, hamma narsa Xudoning izni bilan paydo bo'ladi va shu zamonga qarab yashaymiz, xohlaymizmi, xohlamaymizmi. Shu zamonaviy texnikadan foydalanamiz, zamonaviy kitoblar, telefon, hamma narsani zamonaviyga intilamiz. Chunki zamondan orqada qolishni, ya'ni ongimiz orqada qolib ketishini xohlamaymiz. Hech kim xohlamaydi. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganim, inson uxlab yotgan bo'lsa, u ongi juda past onglarda bo'lsa, uni uyi ham shunaqa bo'ladi. Ya'ni uyidagi holat, uyidagi eskilik o'zini ko'rsatib turgan bo'ladi. Masalan, oddiy o'ylang, tanaga cho'milmasak, yuvinmasak, tanamizga qanaqadir ovqat bermasak, uzoq vaqt ovqat bermay, 3-4 kun ovqat bermasak, cho'milmasak, vitaminlar, qanaqadir mikroelementlar qabul qilmasak, nima bo'ladi? Tana holsiz holatga kelib qoladi. Tana
haligi chanqab yotgan och qolgan odamdek shunaqa bo'ladi-ku, shalpayib qolamiz, hech narsa energiyasiz bo'lib qolamiz. Uy ham shunaqa. Uyga ham mehr bermasak, e'tibor bermasak, har bir burchagiga e'tibor bermasak, uni mukammallashishiga, yana ham yaxshilanishiga, yana ham toza turishiga, unga energiya bermasak, u ham xuddi vitaminsiz, energiyasizdek shunaqangi quruq, fayzsiz bo'lib qoladi. Men shunaqa uylarni ko'rganman, juda ham boy badavlat uylarga borib ko'rganman. Tanish bilishlarga juda ham boy badavlat 3 etajli hovlida yashashadi, lekin uyga kirsangiz umuman fayz yo'qda. Kirsangiz energiya shunaqa og'irki, chunki u yerda to'g'ri remont qilingan. Fayz remontga bog'liq emasda. Xuddi shunaqa, demak, uyimizga albatta energiya berishimiz, minnatdorchilik his-tuyg'ularini berishimiz, uni xizmatini ko'ra olishimiz shart kerakda. Chunki mana shu uyda qishin, yozin biz istiqomat qilamiz. Boshpanamiz bu bizni tashqari xavflardan, har xil hayvonlardan, qurt-qumursqalardan asraydi. Ob-havodan, mana qishda issiqqina uyda o'tiramiz, yozda salqingina uyda o'tiramiz. Bu bizga xizmati juda ham katta. Bu uy orqali o'zimizni xavfsizlikda his qilamiz. O'zimizni xotirjam his qilamiz. Juda ham ko'p davlatlarda uysiz insonlar juda ham ko'p, ya'ni ko'pchilik biladi, kim Hindistonga borib kelganlar yoki o'sha nimadan ham internet tarmoqlarida ham ko'rishingiz mumkin. Juda ko'p davlatlarda boshpanasiz insonlar juda ham ko'p, lekin bizning davlatimizda menimcha juda ham kam bo'lsa kerak, почти yo'q bo'lsa kerak. Hattoki o'sha bomsh, hech narsasi yo'q, hech kimi yo'q insonga ham o'sha hech bo'lmaganda axlat xonalarni yoniga uy qurib berishadi hozir. Hammani uyi bor. Bizni saqlovchi, asrovchi uyimiz bor. Endi uyimizga munosabatimiz haqida gaplashadigan bo'lsak, uyimizga ko'pincha biz xuddi nima deydi, bolamizga qaragandek munosabatda bo'lamiz. Bolamizga jahl qilamiz, bolamizga baqirib ketamiz, o'zimizdan o'zimiz uni kamchiliklarini qidiramiz, tanqid qilib ketamiz, boshqani bolasi bilan solishtirib ketamiz. Xuddi shunga o'xshab uyimizni ham shunaqa qilamiz. Uni uyi zo'r solishtiramiz-da, internet tarmoqlariga kirib olganimizdan keyin u zo'r uyda yashaydi, o'sinim, zo'r uyda yashaydi. Men ijarada yashayman, men bechoraman, men qachon o'saman, yo qaynoq-qaynoq bilan yashayman. Jonga tegdi shu uy, shu ishlar ham jonga deydi, shu kuxnyasi ham, kuxni mebel umuman qoniqtirmaydi meni. Voy, shu narsa bo'lmasa edi, nimaga remontsiz uyim, u qo'shnim remont qildi. Mana shunaqa solishtirib yashaymiz. Tanqid qilaveramiz. Qayerda kamchilik ko'rsak, tanqid qilaveramiz. E'tibor berganmisizlar? Kim ayniqsa remontsiz uyda yashasa yoki bo'lmasam ijarada yashasa umuman qoniqmaydi. Umuman boshqalar bilan solishtirib yashaydi. O'sha minnatdorlik his-tuyg'usi bo'lmaydi-da, lekin aslida agar shunday holat davom etaversa, shunday holat nima deydi, takrorlanaversa, u uydagi insonda o'sish bo'lmaydi, imkoniyati yaratilmaydi. Misol uchun, men bir xonali uyda yashaganman. O'sha birinchi turmushga chiqqanimdan keyin turmush o'rtog'im bilan bir xonali uyga ijaraga borganmiz. Mana shu ijaradagi uyda abo'ylari tushib ketgan, eski zax, birinchi etaj edi. Zax uyda yashaganman. Na xolodilnigi bor, qiyin edi, noligim kelardi, lekin o'sha turmush o'rtog'im ikkalamiz birga sharoit qilganmiz. Abo'ylarni qilinglaganlar, qayerdandir qilib olib kelib, endi oddiy oylik yashaydigan yangi oila edikda u vaqtda. O'zimiz chiroyli gilamlar olib kelib qo'yganmiz, o'sha uyimizdagi gilamlardan. Chiroyli stol, shkaf olib kelganmiz. Har xil narsa, jihozlar, televizor qo'yib, gullar qo'yganman. Sun'iy bo'lsa ham gullar qo'yganman. Qanaqadir rasmlar yopishtirganman.
shunaqa qilib atmosferniy qilib olganmizda o'sha uyda mazza qilib yashaydigan holatga keltirganmiz. Kirsangiz fayz borda, to'g'ri oddiy, bo'ylari eski, lekin shu uy borku, shu bir xonali uy borku, mayli ijarada bo'lsa ham bir xonali uydamiz, xudo xohlasa uy olamiz degan fikr o'sha uyda yashash jarayonida paydo bo'lgan. Ya'ni shu uyga mehr beraveraylik, xudo xohlasa barakasini bersa, pullarimiz yig'ilsa uy olamiz deb o'sha uyda turib pul yig'ishni boshlaganmiz. Avval xolodilnikka, ya'ni maqsad qo'yganmiz, turmush o'rtog'im bilan xolodilnik olamiz, birinchi o'rinda deb xolodilnik olib uyga pul yig'ishni boshlaganmiz va o'sha uyda 2002-yildan 2005-yilgacha 3 yil yashaganmiz ekan. Почти 2,5 yil yashaganmizda va 3 xonali o'zimiz xohlagandek remontda, boshqacha yangi uy xohlagan, o'zimiz xohlagan etajda shunaqa uy sotib olganmiz. Juda ko'pchilik noliydi, uzoq yillar davomida yashab ijaradan hovliga chiqa olmadim deb aytadi, yoki uzoq yillar ijaradan dom ola olmadim, hatto bir xonali kvartiram bo'lsa edi deydi. Aslida buni tagida to'g'ri boshqa narsalar ham turibdi, moddiy holati ham turibdi, maqsad yo'qligi ham bor. Bu aspektga nima deydi, bu tomonlari ham bor albatta, lekin asosan birinchi navbatda insonni o'sha uydagi недовольствоsi, ya'ni noroziligi, o'sha uydan uyga qaratayotgan nima deydi, nazari, qoniqmasligi, tanqid qilishi, doimiy asabi buzilishi, uyga qaraganda mana shu narsa bor, vandan bunaqa deb ketamiz-ku, jonga tegdi hammasi, to'ydim hayotdan, qachon yangi uy olarkanman. Mana shu narsalarni hammasi, mana shu his-tuyg'ular, emotsiyalarni hammasi bizni ochilishga imkoniyatlar bermaydi. Bizga sharoit yaratib bermaydi yangi uy olishimizga, yo pul yig'ishimizga. Bizni yopib qo'yadi nabarotda. Minnatdorchilik his-tuyg'usi, sevgi, mayli shunaqa bo'lsa ham, zato ijara bo'lsa ham, oddiy bo'lsa ham, zato bor. Shunga berishga pulimiz bor ijaraga. Olamiz xudo xohlasa kelajakdadir. Minnatdorchilik bilan ko'pchilik yasha olmaydi. Shuning uchun ham uy berilmaydi. Xuddi shunday, mana bolani misol keltirdim-ku. Bolangizga mehr bermaslik, bolaga achomlamaslik, uni maqtamaslik, u yopilib qoladi. Oddiy boshini silamaslik, yo quchoqlamaslik, yo gaplashib o'tirmaslik, bola qalban yopilib qoladi. Uyimiz ham xuddi shunaqa, ishonavering, uni changini artmaslik, idishlarini chiroyli qilib joy-joyida qo'ymaslik, mayli eski bo'lsin, mayli ko'rimsiz bo'lsin, mebellariga mehr bilan, shu bo'lsa ham mebel bor, xudoga shukr, boriga shukr demaslikda, kontakt xohlaydi. Uyimiz ham bizni qo'limiz teginishini-da, oddiy mana nimani ko'rsatsam, misol uchun mana shu aytaylik, shu endi archa yo'q, archa boshqa xonada, lekin shuni juda ham yaxshi ko'raman, ushlab qo'yaman, qarab, voy Ibrohim shirinki deb qo'yaman. Yoki bo'lmasam nimani ko'rsatay oddiyroq sizlarga? Oddiy bironta bokalni olaylik. Oddiy mana subachiskani idishi. Da? Misol shu eski, juda ham eski. Bu Buxoroda 2019-yil olganman-da. Shu teginib ushlab voy deb artib qo'yaman-da, shuni ham nima qilganimda, voy shuni bir paytlar olovdek eskirib ketgan, lekin shu teginish xohlaydi. Uy ham, uydagi jihozlar ham silab sipalashimizni, o'sha supurgi orqali hatto supurishimizni, teginish, kontakt xohlaydi uy. Va bu juda ham muhim. Har doim his qilishimiz, uyimizdan minnatdor bo'lishimiz, uni xizmatini ko'rishimiz. Voy mana shu misol uchun bir xonali uy bo'lsa ham, zato
mana shu ham spalniya, ham zal, ham mehmonxona bo'lganda men uchun o'sha bir xonali uy hamma narsani o'tagan. Qo'shni chiqsa ham o'sha bitta xona, mehmon kelsa ham bitta xona, yotib qolgani tam mehmon kelsa ham qolgan kelsa ham o'sha hammamiz bitta xonada. Lekin maza qilib yashaganman o'sha bir xonali uyda. Nima deydi? Minnatdor bo'lganman, shu bor-ku. Mayli, shu bor-ku degan narsa bo'lganda. Shuning uchunki o'sish bo'lgan, keyin 3 xonali o'zim xohlagandek, o'zim ko'nglimdagidek remontli, ko'nglimdagidek energiyali uyni sotib olganman. Va biz har doim har bitta narsaga, har bitta buyumga javobgarmiz. Shuni esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Bizga bir xonali uy berildimi, mana shu bir xonali uyga, uni tozaligiga, uni energiyasi yaxshi bo'lishiga, uni issiq bo'lishiga, unda chang, g'ubor, keraksiz buyumlar bo'lmasligiga javobgarmiz. Masalan, farzand ko'rdingiz. Farzand ko'rdik va bu farzandga biz javobgarmiz-ku. Biz qanaqa javobgarmiz? Biz uni o'sha ma'lum bir yoshga yetgungacha, ya'ni 18 yoshga yetgungacha uni boqishimiz kerak. Misol uchun 2-3 yoshgacha uni emizamiz, u uxlaganda uxlaymiz, unga qaraymiz, uni yiqilib tushmasligiga, nimadir xavfsiz narsalarga teginmasligiga, u bola uchun biz javobgarmiz-ku, mas'uliyatimiz bor-da. Biz uni farzandni dunyoga keltirdik. Biz xohladik shu narsani. To'g'rimi? Va biz uni avaylab asrashga majburmiz. Xuddi shunga o'xshab har bitta narsaga biz oldikmi? Zubachiska idishini. Biz oldikmi? Bitta bakalni, bakalni uyimizga oldikmi? Yoki bitta kiyimni oldikmi? Biz buni yonida javobgarmiz. Ya'ni uni yuvishga, uni artishga, unga e'tibor berishga, undan minnatdor bo'lishga majburmiz. Shuni qilishimiz kerak. Biz ko'pincha esimizdan chiqib qoladi. Xuddiki, endi bu bo'ldi-da, eskirdi. Oddiy holdek qaraymiz. Inson ongi qadrsizlantirib yuboradi. Har bitta narsani oldimi, bakal yangi, bir kun 2 kun ichida keyin tashlab qo'yadi, yo bo'lmasa nariga surib qo'yadi, e'tibor bermay qo'yadi. Lekin har bitta hattoki gugurtga ham javobgarmiz-da. Biz olamiz mas'uliyatini. Bizni nazarimiz tushgan narsa o'sib rivojlanadi. Insonni nazari nimada bo'lsa, qayerda bo'lsa, albatta o'sha joyda rivoj bo'ladi. O'sish bo'ladi, kengayish bo'ladi. Biz shunaqa yaratilganmizki, biz ichimizda yaratuvchi bor. Yaratuvchi Allohni zarrasi bor. Biz orqali rivojlanadi, o'sadi, kengayadi. Bizni mehrimiz orqali, sevgimiz orqali, bizni dunyo qarashimiz orqali, biz minnatdorligimiz orqali kengayadi. Har qanday narsa o'sadi, rivojlanadi. Shuning uchun har bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. Uyimizdagi har bir burchak, ayniqsa ayol kishi uyidagi bironta burchak qolmasligi kerak. Xoh qaynoqaynota bilan yashasin, xoh ijarada yashasin, xoh ammasinikida, xolasinikida yashasin, qaysi qarindoshinikida yashasin, xoh o'zini uyida bo'lsin, albatta ayol har bitta burchakka qarash kerak. Har bir uni nazari tushmagan joy bo'lmasligi kerak uyda. Bu nazarda tutganim, ya'ni o'sha generalniy ubоркаlar bo'lib turishi kerak. Qolib ketadigan, foydalanmaydigan narsalar bo'lmasligi kerak. Masalan, nimadir olamizda, 1-2 foydalanamiz, shu bilan qayergadir shkafni tepasiga joylashtirib qo'yib, esimizdan chiqib ketadi. Bu ham bizning e'tiborsizligimizdan. Mana shu biz e'tibor bermaydigan, foydalanmaydigan buyumlarimiz, texnikalarimiz ham, любой narsa, kiyimlarimiz ham bizdan energiya so'rib turadi. Energiyani o'ziga tortib turadi. Ya'ni inson orqaga ketishni boshlaydi. Ras oldikmi, shundan foydalanishimiz kerak. Bekorga avvallari o'sha yosh katta qariyalar aytishardi, men ko'p eshitganman. Idish tovoq oldingizmi? Onangiz sepingizga qilib berdimi? Uni albatta marosim, ma'rakalarda, qanaqadir mehmondorchiliklarda foydalaning. Ishlating, olib chiqing, ko'rpa to'shigingizni olib chiqing, foydalanmay yotgan narsalaringizni, buyumlaringizni olib chiqing, foydalansin-da, xizmat qilsin. Chunki har bitta narsa xizmat qilish uchun yaraladi.
shu oila a'zolariga, o'sha mehmonlarga, kimlargadir u xizmat qilib turishi kerak. U burchakda turmasligi kerak. Hech qaysi buyum, hech qaysi bironta, hatto bir dona mix ham foydalanib turishi kerak. Masalan, oddiy xizmatini ko'rish bo'yicha eslaydigan bo'lsak, hozir mana misol uchun gul yoki mana bokal. Bu bokal bizga nima beradi? Nima uchun bundan minnatdor bo'lishimiz kerak? Undan maza qilib suv ichamiz yoki choy ichamiz, kofe ichamizda, bu bizga xizmat qilyapti. Bu bo'lmaganda nimada ichardik-da? Shu yaralibdiki, biz buni o'y xayollarimiz bilan tortib oldik, biz buni nima deydi, sotib oldik. Endi biz bunga mas'ulmiz va bundan minnatdor bo'lib yashaymiz. Yoki mana shu gul. Gul o'zidan toza, bu живой barglar, gul hisoblanadi. Bu yomon havoni tozalaydi, ya'ni o'ziga tortib oladi. Mana shu xonani toza havo bilan ta'minlab beradi. Buni xizmati. Undan tashqari har qanday narsa, misol uchun mana mebel deylik. Mebelga ham maza qilib dam olib, o'tirib, yaqinlarimiz bilan suhbatlashamiz, yaqinlarimiz bilan choy ichib o'tiramiz, nonushta qilamiz, ujin qilamiz. Shunaqa, uni har bitta narsani o'zini xizmati bor. Bular bizga xizmat qiladi. Agar bu narsalarga hurmat qilmasdan, ya'ni e'tibor bermasdan, g'azab orqali yoki bir jahl orqali munosabatda bo'ladigan bo'lsak, o'z-o'zidan sinishni boshlaydi. E'tibor berganmisizmi? Ko'pincha e'tibor berganman avvallari, shunday jahl bilan shunday chiroqni yoqsam, paqib yonib, nima kuyib qolgan, lampochka kuyib qolganda, o'sha jahl bilan bosganimda jahlni his qiladida, hattoki meni jahlimga dosh bera olmasam lampochka kuyib qoladi. Jahl bilan shunday tarelkani qo'ysam, sinib ketganda, yoki bo'lmasa jahl bilan yana nimanidir shunday uloqtirsam, buzilib ketgan. Jahl qilib foydalangan narsalari buzilishni boshlagan. Texnikalar buzilishni boshlagan. Achchiq bilan o'sha kir moshinaga kir solib taqqatib qo'yib bossam ishlamay qolgan. Juda ham ko'p bo'lganda, ya'ni o'sha uyimizdagi jihozlar hamma narsani his qilib turadi. Opasayda bilar ekaningiz. Aha, bilaman-da. 100% to'g'ri. Shunaqa. Hech kim bilan solishtirmaymiz o'zimizni. Hech kimni uyi bilan solishtirmaymiz. Hali bunga yana qaytamiz. U uyimizga munosabatimiz aslida o'zimizga munosabatimizda. O'zingizga munosabatingiz qanaqa bo'lsa, ya'ni o'zingizni hurmat qilsangiz, o'zingizni qadrlasangiz, uyingizni ham qadrlaysiz. Boshqa insonni ham, insonlarni ham qadrlaysiz, hurmat qilasiz. Ana shu buyumlarga ham ehtiyotkorona munosabatda bo'lasiz. O'zingizni ko'rib chiqing degan bo'lardim. O'zingizga fikrlaringiz qanaqa? O'y xayollaringiz qanaqa? Misol uchun bo'lishi mumkin, men qadrsizman, bilimsizman, men hech kim hurmat qilmaydi, menga doim zarda qilishadi, menga piching gapirishadi-da, misol uchun. Meni hurmatim yo'q. Shunaqa fikrlaringiz bo'lishi mumkin. O'ylab ko'ring, atrofdan siz haqingizdagi fikrlarni. Juda ham ishonuvchanman, soddaman, juda ham oddiyman. Shunaqa fikrlaringiz bo'lsa, uyingizga ham shunaqa munosabatda bo'ladi. Juda ham qadrsizlantirib, hurmatsizlikda, uyda, shu narsada, shu buyumda endi nima bo'pti-da degan ma'noda qaraymiz. Lekin aslida o'sha rasm tashlaganimdek har bitta narsani joni bor-da. O'sha Sohib Jamol va Maxluq filmini ko'rganlar bo'lsa, hamma ko'rgan, menimcha biz juda ham ko'p ko'rganmiz, bolalarga qo'shilib ham ko'rganman. Unda har bitta narsani joni bor. O'sha shamni ham, o'sha soatni ham, da hammasini emotsiyasi bor. O'zini tuyg'ulari bor. Haligi bokalcha bor-ku, esinglardami? Chashkacha, siniqcha, onasi choylik, qarang, hammasini joni bor. Xuddi shunaqa joni bor. Faqat biz nima deydi, his qila olmaymiz. Unga buyum deb qaraymiz-da. Inson ongida qaraganligimiz uchun unga oddiy bir
chashkada choynakda deb qaraymiz, aslida uni joni bor. Agar unga mehr bersak, uni tozalab yuvsak, uni erkalatsak, unga hurmatda bo'lib maza qilib, yaxshi ham choynagim bor deb maza choylar damlab ichib o'tirsak, juda ham xursand bo'ladi. Chunki u xizmat qilish uchun yaratilganda, bizga xizmat qilish uchun. U maza qiladi. Demak, uyimiz endi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar boricha qabul qilamiz. Mayli mebelingiz yo'q bo'lsin, mayli juda ham eski remontingiz bo'lsin. Mayli remontingiz yo'qdir umuman, remontsiz uydir. Mayli boricha qabul qilamiz. Boricha endi shuda, hozirgi holatimiz shu. Boricha qabul qilganimizda, uni tan olganimizda bizga xizmat qilayotganligini, bizni asrayotganligini, bizni shu bo'lsa ham boshpanamiz borligini his qilib, undan minnatdor bo'la olsak, bizga kengayish beriladi. Ya'ni yangi uyga, yangi remontga, yangi mebellarga yo'l ochiladi. Shuning uchun xafa bo'lmaymiz. Nimaga buni uyi bunaqa solishtirmaymiz. Men maslahat bermayman sizga. Instagramda, ayniqsa Instagramda ko'p chiqadi chiroyli uylar. O'zim ham misol uchun uylarimni qo'yaman, lekin men har doim bunaqa sharoitda, bunaqa remontda yashamaganman. Men uzoq yillar har xil uylarda, har xil ijaradagi uylarda, shunaqa rakvinasi yo'q uylarda yashaganman, vannasi yo'q uylarda yashaganman. Shunaqangi endi gapirsam tugamaydi. Bu juda ham ko'p uylarda ijara yashaganman. Juda qiyin sharoitli uylarda yashaganman-da va bu holatimni o'zim yaratdim-da. Xudodan so'rab, o'sha mehr berib, o'sha mana shu uyga ko'chib kelganimizda ham uyimiz juda ham remontsiz, juda ham holati yaxshi emas edi. Uyalardim uyimdan-da. Ko'pchilik mana uydan uyalardi, xijolat bo'lardi birovni olib kirishga ham. Menda ham shunaqa mehmon chaqirishga ham xijolat bo'lardim, uyalardim. Lekin man mehr berishga, minnatdor bo'lishga har birda shunaqa yozib chiqqanman. Har bir qumidan, zarrasidan, fundamentidan, sementidan hammasiga minnatdorchilik yozib chiqqanman-da, to'g'risi. Sevgi berib chiqqanman, tan olib chiqqanman, asliyatini ochib chiqqanman uyimni. Va shundan keyin surilishlar, o'sha pul yig'ilishlar, remont uchun, ustalar uchun, shular uchun keyin mablag' kelishni boshlagan. Ungacha mana oddiy remontsiz, hech qanaqa jihozlar ham juda ham eski edi. Shunaqa uylarda yashaganman. Faqat shunaqa his-tuyg'u o'tganki, baribir barakali uy, baraka bor-ku, xotirjamman. Farzandlarim sog'lom bu uyda, turmush o'rtog'im bor, oilam bor-da. Tinchlik, xotirjamlikda yashayapman-ku. Shu uyda mayli juda chiroyli bo'lmasin, mayli izobilniy bo'lmasin, lekin men xotirjamman-ku bu yerda. Men maza qilib juda baxtli bo'lib yashamasam ham, nima deydi, tinchlikda, sokinlikda, sukunatda, hech kim tinchimni buzgani yo'q, hech kim og'riq bergani yo'q. O'syapman, rivojlanyapman-ku shu uyda degan, nima deydi, his-tuyg'u o'tardi. Keyin menga juda katta dars bo'lgan, shunaqa Buxoroda yashab yurgan vaqtimizda yana Buxoroga qaytamiz. Shunaqa zo'r izobilniy uyga, remontli uyga biz ijaraga ko'chib o'tganmiz. Shunaqa zo'r, haqiqatdan ham zo'r uyni o'zingizga loyiq ko'rish ham bor-da, chiroyli uyda. Chunki u chiroyli uyni mas'uliyati bor-da. Ijaraga qo'ygan inson albatta uni sizdan so'rab oladi. Ya'ni devori kir bo'lmasin, kim bo'lmasligi kerak. Mebellarni ehtiyot qilasizlar. Men sizlarga ijaraga beryapman. Har bitta jihozga, har bitta texnikaga sizlar javob berasizlar deb bizni qo'yganda men qo'rqqanman. Qo'rqib bolalarim kichkina edi. Qanaqa qilib yashayman? Qanaqa qilib ushlama, tegma deb haligi xotirjamligimni yo'qotib qo'yaman-ku deb qiynalganman. Lekin ko'chib o'tib maza qilib yashagan, o'sha bolalarim tegishgan ham, nimalarnidir sindirishgan ham, nimalardir bo'lgan. Lekin 5-6 oy u yerda yashaganimizdan keyin uyda egasi ota-onamga uy bermoqchiman.
chiqishlaringga to'g'ri keladi, uzrni bizdan uzr so'rab boshqa kvartira topinglar degan va biz boshqa kvartira topganmiz. Endi u remontni yonida keyingi topgan uyimiz judayam xarob edi. Xarob desam juda nima bo'lar? Endi u bilan bu remontni osmon bilan yerdek farqi borda. Bu remontli uy izobilniy mebellarga to'la, gilamlari mana shuncha zo'r bo'lsa, bu yoqda turgan endi turmoqchi bo'lgan kvartiramiz boshqa topolmagan. Shunaqa qish vaqti edi. Qishda kvartiralar bo'lmaydi. Judayam oddiyda, judayam oddiy, lekin o'sha yangi o'sha emulsiya qilib remont qilingan ekan, oqartirib chiqishgan ekan, oqlashib. Shunaqa norozi bo'lganman. Umuman xohlamaganman, turmush o'rtog'im bilan janjallashib olganman, lekin qabul qilganman. Bitta gapi yoqqan, o'sha uyda egasi aytganki, singlim, endi siz zo'r remontdan bu yoqqa keldingiz, xafa bo'lmang, bu uydan biz juda baraka topganmiz degan o'sha inson. Biz bu uy tufayli hozir 2ta kvartira oldik, kottej oldik, hovli oldikda. Mana shu uy, bu uy juda ham barakali. Bu uyda men tam 3ta farzandim, xotinim, jiyanim, kimlar bilandir yashaganmiz. Yashab, qiynalib, pul ishlab topib, bitta kvartira oldik, yana kvartira oldik, mana endi hovli oldik. Bu juda ham barakali uy degan. Qarang, uyga munosabatini. Uyni shunaqa yaxshi ko'raman, men sotmayman bu uyni deyapti-da. Hech kimga sotmayman, chunki bu yana menga baraka keltiradi deyapti-da. O'sha insonning gapi bilan men turganman. Erim ha, barakali deyapti-ku, ajab emas, turaveraylik deb hali ko'zingga qarab turadi, yo'qmasa narsalari, mebeli ham yo'q edi, hech narsasi yo'q edi uni. Shu o'zimiz bor gilamlarimiz, nimalarimizni qo'yib olganmiz, o'sha ularnikini qo'shib mehmon kutishga ham xijolat bo'lardim. Birov kelaman desa, kelmanglar, uyimiz remontsiz, g'alati derdim. Lekin shu esimda qolgan, barakali degan gapi esimda qolganda va o'sha uyda turib, o'sha pachoq uyda turib biz hovli olganmiz. Mana shu turgan, yashab turgan hovlimizni sotib olganmiz-da. Endi bilavering, hech qayer nima deydi, yomon bo'lmaydi, yomon joy, eski joy bo'lmaydi. Faqat undan minnatdor bo'la olsak, uni qabul qila olsak, boricha haqiqatan ham baraka keltirar ekan. Hayron qolganman. O'sha uyda yashab turib, biz keyin bu hovlini sotib olganmiz. 2018-yil sotib olib, keyin u yerdan chiqib ketganmiz. U vazifasini bajarib bo'lganda, bizga kerak bo'lgan. Ya'ni ko'ryapsizmi? Ana shu har bitta uyni o'zini ilohiy ruhi borda. Siz qanaqa emotsiya chiqarsangiz, qanaqa his-tuyg'ular qarasangiz, minnatdor bo'la olsangiz, qabul qila olsangiz, u sizni kengaytirib beradi. U sizni rivojlantirib berar ekanda. Juda tan berganman. Haligacha o'ylayman-da, o'sha uy bizni rivojlantirib bergan. Majbur, xudo qarang, har bitta narsa behudaga emas. Bizni majburlab shunaqa chiroyli uydan, shunaqa remontsiz uyga tushganmiz-da. Lekin o'sha joy orqali biz o'sib, o'zimizga hovli joy olganmiz. Shuning uchun har doim hissiyotlarimiz minnatdorchilikda bo'lsin uyimizga. Xoh pachoq bo'lsin, xoh ko'rimsiz bo'lsin uyimiz. Boshqalar bilan solishtirib o'tirmang. O'zi biladi, qanaqa qilib erishgan, qanaqa qilib bunaqa uylarda yashayapti. Mana aytayapman-ku, nechtadir uylarda yashab endi keldim remontli uyga. Da, misol, endi ongim yetib keldi. Sizga bordir balkim hali tam 2 yil bordir, 1 yil bordir, balkim 10 yil bordir. Lekin qanchalik inson, shuni angladimki, qanchalik inson uyidan minnatdor bo'la olsa, nima deydi, his-tuyg'ulari mazzada bo'lsa, o'sha uyga quvonch olib kira olsa, xursandchilik olib kira olsa, mazzani his qilib yashagani sari yangi imkoniyatlar ochiladi, yangi yo'llar ochiladi u uchun. Salom, Nodira. Qo'shilayotganlar bor ekan yana. Va mana shu orada aytib o'tmoqchiman, biz ko'pincha shu minnatdor bo'lishni o'rniga kurashamiz, olishamiz ichkaridan.
nimaga shunaqa, nimaga menga shunaqa chiroyli uy berilmagan, nimaga erim remont qilib bermaydi, nimaga erim ko'p pul topolmaydi, yo bo'lmasam nimaga biz ola olmaymiz, ana uni uyi unaqa, shu ichkari solishtirib kurashishda, yoqmayapti shu uy, yoqmayapti shu mebel, bittayam mos tushmagan, mani ongimga to'g'ri kelmaydi, shunaqa ham bo'ladi, mani ongimga bu to'g'ri kelmaydi. Odamlar yashayapti, yashashni biladi odamlar deb ham qo'yamizda, kurashamizda, o'zimiz bilan o'zimiz olishamiz va buni albatta his qiladi uy. Biz o'ylamaylik, ko'rib turadi, his qilib turadi. Shuning uchun kurashmaymiz, norozi bo'lmaymiz, iloji boricha qabul qilishga harakat qilamiz. Qachonki o'sha ichkaridan sevgi bo'lsa, minnatdorchilik bo'lsa, uyda atmosfera bo'ladi. Atmosfera deb yozib videolar qo'yaman-ku, kim ko'rsa Instagramda ham qo'yaman. Atmosferani joylarda ham, misol uchun o'tiramiz. O'sha joyda mehr borda, mana kafelar, restoranlar, otellarga borsak shunaqa atmosfera bo'ladi. Atmosfera qayerdan yaraladi? U yerga sevgi berilgan bo'ladi. U yerga mehr berilgan bo'ladi. U yerga zavq berilgan bo'ladi-da. Oddiy o'sha bokallar qo'yib, estetichni qo'yib, masalan, oddiy narsalardan ham chiroyli narsalar yaratsa bo'ladi. Oddiy uydan ham chiroyli qilib o'zingiz moslab olsangiz bo'ladi. Siz yaxshi ko'rganingiz sari ko'chadan kelgan odam ham, qo'shningiz bo'lsin, qarindoshingiz bo'lsin, o'sha narsani ko'rib, voy, muncha chiroyli ekan deydi. Oddiy narsa bo'lsin, voy, biram chiroyli ekan, zo'r turibdi stolingizda ustidagi gullarda. Misol uchun men ko'chadan gul sotib ola olmasam, nima deydi, gul bozoridan gul sotib ola olmasam, ko'chadan o'sha qo'shnilardan so'rab, gullarni uzib kelib, mahalladan uzib kelib vazaga solib qo'yaman. Kirgan odam bahri dili, voy, biram chiroyli ekan, mana shu gullaringiz, rosa yaxshi ko'rarkansiz-a gullarni. Boshqacha uyingizga nima berib turibdi, atmosfera berib turibdi deyishadi-da. O'sha atmosferani o'zimiz yaratamiz. Hech kim yaratib bermaydi. Kimdir qachondir kutmang, kimdir qilib beradi, kimdir yasab beradi, kimdir uyimizni chiroyli qilib beradi. Erim bir kun pul topadi, zo'r qilib atmosfera qilib tashlayman deb. Yo'q, hozir agar qila olmayapsizmi atmosfera, hozir yarata olmayapsizmi uyingizda chiroylilik, o'sha joziba, o'sha estetikani yarata olmayapsizmi? Chiroyli uyda ham, remontli uyda ham yarata olmaymiz. O'sha oddiy uylardan, kim meni bilsa, anchadan beri Telegram kanalimni yuritaman. Oddiy icharadagi uylarda ham shu gullar qo'yar edim, bir narsalar qo'yar edim, videoga olib, rasmga olib, mevalar qo'yaman-da. Maza qilib o'tiraman, shu o'zimga yoqadi, rasmga olib tashlayman. O'zimiz yaratamiz atmosferani. Uyni tozalash muhim deb aytdim, ya'ni uyni har bitta joyida ozodalik, tozalik muhim, lekin energetik tomondan ham uyni tozalashimiz muhim. Energetiski, ya'ni ming tozalaganimiz bilan uyni, undagi energiyalar, o'sha bizdan chiqayotgan har qanday g'azabmi, alam turadi dedim-ku, energiyalar atrofda turadi, o'sha devorlarga yopishib qoladi. Mebellarga yopishib qoladi. O'tirganingizda o'sha his qilasiz, g'alati bo'lishni boshlaysiz. Yoki o'sha kirgan xonangizda siz bo'g'ilishni boshlaysiz. Mana shu energiyalarni ham tozalab yuborish juda ham muhim. Xuddi jismoniy tanasini tozalagandek, mana tanamizni ham cho'milamiz, yuvinamiz, shu bilan birga energetik tozalanmasak, baribir ming top-toza bo'lgan insonning ichidan nima chiqadi? O'sha pastki oynalar chiqaveradi. Pastki tushkunlik, apatiya, xavotir, qo'rquv his-tuyg'ular chiqaveradi. U albatta energetik tomondan ham tozalanishi muhim. Xuddi o'shanga o'xshab uyimizni ham energetik tomondan tozalash juda ham muhim. Uy bilan muloqot qilish juda muhim. Kimgadir kulgili tuyulishi mumkin, kimgadir g'alati tuyulishi mumkin. Uy bilan ham gaplashadimi deb. Lekin erkaklarga e'tibor berganmisizlar? Mashinasi bilan gaplashadi. Mashinani piri bor deyishadi. Turmush o'rtog'imga ham qarasam shunaqa artishaveradi, tozalayveradi. Keyin o'sha mashinaning yonida sotamizmi mashinani deb bir so'raganimda degan. Gapirma. Nimaga deb keyin so'raganman, mashinaning yonida gapirib bo'lmaydi. Qarang, mashinani piri bor ekan.
uyni nimaga piri bo'lmasin? Ya'ni o'sha ilohiy ruhi demoqchida. Mashinani piri degani bu ilohiy ruhi degani. O'zi har bitta narsani piri borda, o'sha qo'pol qilib aytadigan bo'lsa, o'sha avliyosi, piri bo'ladi. Ilohiy ruhi mana shu pir deb nomlab olishganda, uni yonida yomonlab bo'lmaydi mashinani, mashinani yomonlashga qo'yishmaydi. Avtomashinani yonida sotaman, yo sotmoqchiman, yoki jonga tegdi, yomon deyishmaydi. Da erkaklar bilishadi buni, juda yaxshi bilishadi erkaklar. Chunki u buzilib qolishi mumkin, avariya bo'lib ketishi mumkin, nimadir bo'lishi mumkin. Chunki xafa bo'ladi deydi-da. Uyimiz ham xuddi shunaqa. Xafa bo'ladi uyimizni yonida agar jonga tegdi, biz qancha takrorlab boramiz uyga. Jonga tegdi shu uy, qachon remont bo'lar ekan, muncha bu tozalasang ham toza bo'lmaydi, bu eski bo'lganligi uchun toza bo'lmaydi. Shunaqa ham deb qo'yamizda. Eskida baribir ming tozalaganing bilan toza bo'lmaydi, tozaligi bilinmaydi. Yangi remontli uyga kirgan, to'zigan bo'lsa ham chiroyli bo'lib turadi, toza chiroyli bo'lib turaveradi deb qo'yamiz. Buni eshitadi u. His qiladi uyda, xafa bo'ladi, kengayishimizga yo'l bermaydi. Ya'ni buzilishni boshlaydi. O'sha topgan pulimiz yana o'sha texnika buzilishiga, kir mashinamiz buzilishiga, qayerdir o'yilib tushishiga, qaysidir abo'y yirtilishiga-da, bolalar shu yirtib ketadi, o'zi anglamagan holda. Yoki o'zidan o'zi ko'chib ketadi abo'ylari, pollari chiqib ketadi, nimadir sodir bo'ladi-da. Chunki biz haqiqatdan uni ilohiy ruhini hurmat qilmayapmiz, uyimizni ilohiy ruhini. To'g'rimi? Kim aytadi? Juda qiyin qabul qilish, ichimda ko'p norozichilik. Qabul qilish, norozichilik bor joyda o'sish, rivojlanish bo'lmaydi-da. Kim his qila oldi shuni? Kimda turmush o'rtoq shunaqa gapirganmi? Turmush o'rtog'ingiz avtomashina haqida, mashinani piri bor, mashinani yonida yomon gapirma, yomonlama deyishadi. Даже buzilib, eskirib ketgan bo'lsa ham hech ham yomon gapirishmaydi mashina haqida. Qani yozinglar-chi? Ya'ni gaplashish muhim. Uy bilan suhbatlashish muhim. Uy bilan muloqot, ya'ni uyni ham piri bor desak bo'ladi biz ayollar. Uyni ilohiy ruhi bor, u eshitadi, his qiladi. Unga ham ozor bermaylik, u rivojlansin, o'ssin. Mana o'sha mashina haqida yana qaytadigan bo'lsak, sotishdan oldin rozichilik olishadi. Ya'ni toychog'im, oqtoyim, rahmat senga, o'zim ko'rganman-da turmush o'rtog'imda. Rahmat senga, bizga uzoq vaqt xizmat qilding. Endi boshqa egangga borgin-da, xizmat qilgin-da, boshqa odamga borgin, bizdan xafa bo'lma. Biz sendan rozimiz, men sendan roziman, sen ham biz mendan rozi bo'lgin deb xayrlashganda turmush o'rtog'imdan kulib borganman. Da valigi gaplarini eshitib turib kulgingiz keladi. Temir bo'lsa, oddiy, nimaga bundan rozichilik olyapsiz-da? Nimaga bu sizdan rozi bo'lish kerak, siz bundan rozi bo'lish kerak? Endi tushunyapman, что yo'q, u ham ruhi bor ekan, u ham jonli ekan-da. Uni ham hurmat qilish kerak ekan, undan ham o'sha rozichilik so'rash kerak ekan-da. Chunki o'zimizda ham o'sha Farg'onada yashab yurgan vaqtimizda shu hovlimizni olishimizdan oldin domimiz bo'lardi. Sotuvga qo'yib qo'yganmiz. Hech ham sotilmasdi. Ancha bir necha qo'yib qo'yganmiz. Kelishadi, ko'rishadi, ketishadi. Kelishadi, ko'rishadi, lekin yaxshi uy edi. Rosa barakali uy edi. Men ko'p baraka ko'rganman u uydan. Da lekin nimagadir sotilmasdi. Keyin o'sha turmush o'rtog'imda nimalar esimga kelganda borib, uyim deb kelganman o'sha 2018-yil. Uyim, seni juda ham yaxshi ko'raman, juda minnatdorman. Bizga rosa xizmat qilding, unib o'sdik, rivojlandik. Farzandlar ko'rdim o'sha joyda, farzandlarim o'sdi. Mazza qilib yashaganmiz. Endi biz hovli olmoqchimiz, boshqa uyga ko'chmoqchimiz. Endi boshqalarga xizmat qilgin. Boshqa odamlar mazza qilib shu seni panangda yasharsin, mazza qilishsin. Shunaqa deb kelganman-da, o'zim hech esimdan chiqmaydi. Devorlar ushlab kelganman. O'shandan keyin sotilganda, o'sha uyimiz hech esimdan chiqmaydi. Haligacha eslasam, hali rozi-rizochilik, xuddi turmush o'rtog'imda nimalar, harakatlarni uyga nisbatan bajarganman-da.
uyimiz shu bir kundan keyinmi shunaqa sotilib ketgan o'sha uyimiz. Minnatdor bo'lib, rozi bo'lib, seni yaxshi ko'raman deb devorlarni silagani esimda-da. Moddiy tomonga qaytadigan bo'lsak, moddiy tomon, ya'ni uydagi juda ko'p eski narsalarni chiqarib yuborish kerak. Uyda ham juda ko'p narsalar bo'lsa, ya'ni keraksiz narsalar juda ham ko'p bo'lsa ham qiynaladi uy, siqiladi. Ya'ni uyda mazza qila olmaysiz. Biz juda ham ko'p e'tibor berganmisiz? Keyin ishlataman, keyinroq kiyaman, shu kiyimni keyinroq kiyaman, qachondir kiyaman. O'shanda foydalanaman. Bir kiyaman, bir yildan keyin kiyarman, 2 yildan keyin kiyarman, kimgadir beraman, hozir turib tursin deymiz. Yoki posudalarni ham turib turaversinchi, bir gap bo'lar, bergimiz kelmaydi. Jihozlar, buyumlar saqlab yuramiz. Aytdim-ku, o'sha mullaning uyiga borganimda juda ko'p keraksiz narsalar bordi. Uy to'lada, to'lib ketgan. Qadam bosgan kichkinagina joy bor, juda eski gazetalar. Bu gazetalar chang tortadi-ku, kitoblarda har xil buyumlar bor, mebellar bor. Ular hammasi chang tortib olgan o'ziga. U chang chiqaradi o'zidan-da. Erta og'ir energiyalar borda. O'sha eski narsalarni berib yubora olmaslik ham, foydalanmayapsizmi? Berib yuboring. Berib yubora olmaslik bu eski onglardan voz kechishni xohlamaslik. Eski oldingi sharoitni qo'yib yuborgisi kelmaslik. Eski abidalarni qo'yib yuborgisi kelmaslik. Eski xafagarchiliklar, noroziliklar, o'sha eski bo'lgan vaziyatlarni qo'yib yuborgisi kelmaslikdan-da o'zi aslida. O'sha saqlab, yig'ib, qachondir kerak bo'lib qolar deb yig'ib o'tirish, misol uchun o'sha eski salfetkalarni yig'amiz, dasturxon, sochiq, qachondir kerak qoladi yoki polla, men shunaqa yig'ardim. Sochiqlar bo'lsa, polla taqilib keyin ishlatsak kerak bo'lib qolsa-chi, yoki ana pastellarni tam hovlida ana o't-o'tlar solishga anaqa kerak bo'lib qolsa-chi. Choyshab bo'lib kerak bo'lib qolsa-chi-da, yoki bo'lmasa posudalarda ustida ishlatganda kerak bo'lib qolsa-chi. Mana shunaqa fikrlardan juda ko'p narsalarimni ushlab o'tirardim. Kim ko'rgan bo'lsa, shu yili yozda juda ko'p narsani tarqatdim. O'tgan yildan beri, 1 yildan beri juda ko'p narsalarim almashdi, chunki ongim ham o'zgardi. Ongim o'zgargani sari, ya'ni fikrlash, dunyoqarashim o'zgargan sari eski narsalar, menga xizmat qilib bo'lgan narsalarni berib yuboryapman. Minnatdorchilik bilan albatta. Ular menga xizmat qilib bo'ldi. Endi xizmat qila olmaydi, chunki yangi, misol uchun, yangi xolodilnik olgandim, eski xolodilnikimni berib yubordim. Sababi endi uni nima qilaman? Uni saqlab o'tirib nima qilaman? Yo sotib yuborishim kerak yoki sovg'a qilib yuborishim kerak. Sovg'a qilib yubordik biz. Yoki bo'lmasam o'sha eski idishlar sovg'a qilib yubordim. Nimalarni sotib yubordim. Mana shunaqa eski onglarimdan berib sekin tozalanishni boshladi. Inson o'zi ham tozalanadi, uy ham tozalanadi, yengillik bo'ladi. Qancha uyda kam narsa bo'lsa, kam nima deydi, vizualni shum bo'ladi deydi-ku. Nima qarasangiz hamma joyda bitta narsa g'ashingizni keltiradi. Qanchalik kam bo'lsa, xonada narsa, shunchalik insonda xotirjamlik bo'ladi, shunchalik insonda sukunat bo'ladi, shunchalik tartib bo'ladi-da. Shu tartibli bo'lsa hamma narsa, ongda ham, aqlda ham tartib vujudga keladi. Demak, hamma narsani berib yuboramiz saxiylik bilan. Biz ko'pinchalik umuman ishlanmaydigan, haligi chirib, уже вообще bir qanaqadir holatga kelib qolgandan keyin berib yuboramizda. Ya'ni shu nima deydi, foydalanishga nimasi qolmagan, foydalanish nima deydi, imkoniyati yo'q. Uni tashlab yuborishdan boshqa narsaga yaramaydi, tashlab yubormasak bo'lmaydi deb tashlab yuboramizda yoki berib yuboramiz. Yo'q, siz kiymayapsizmi? Bitta kiyimingizni уже 1 yil bo'ldi kiymayapsizmi? Уже berib yuboring, kiymaysiz уже kiyingan. 1 yil kiymagan kiyimlarimni hammasini berib yuborganman. Chunki keyingi yil yana kiymayman. Уже unda energiya qolmadi degani. Siz mazza energiyani oldingiz o'sha kiyimdan, nima his-tuyg'ulardan, restoranlarga bordingiz, to'ylarga bordingiz,
tug'ilgan kunlarga bordingiz, mazza qildingiz, energiya berdi shu kiyim, u energiyasini endi bermayapti, ololmayapsiz u energiyani-da, уже berib yuboring. Sovg'a qilib, ya'ni oling, mayli, maza qilib ishlating, buni to'ylarga kiyar edim yoki men taqinchoqlarimni ham berib yubordim. Maza qilib sotib olganman, buni rosa yaxshi ko'rganman. Maza qilib taqdimda buni. Endi уже boshqalarini oldim, buni taqqim kelmayapti. Уже oling deb sovg'a qilib yubordimda, yo kiyimlarda, yo uydagi buyumlarda. Oling, biz maza qilganmiz, sizga sovg'a, yo bo'lmasam sotib yubordim. Bitta eskiroq televizorimiz bor edi. Ancha yilga 32 ekranli. Shuni bitta odam sotmaysizlarmi deb so'rab qoldi. Sotamiz, juda zo'r ko'rsatadi, lekin bizda boshqa televizorlar bor. Bizga hozir ishlatmayapmiz, buni ishlatmaymiz. Kelajakda bir kattaroq televizorlar olmoqchimiz. Shuning uchun siz ham oling, maza qiling bolalaringiz bilan. Lekin maza qilganmiz bu televizorni olib, maza foydalanganmiz. Bolalarim multfilmlar ko'rgan, kinolar ko'rganmiz. Juda zo'r televizor deb maqtab sotib yuborganman. Ya'ni minnatdor bo'lib sotib yuborganman. Har bitta narsalarga minnatdorchilik bilan rahmat aytib berib yuborishimiz juda ham muhim. Yoki sotib yuborishimiz juda ham muhim. O'sha eski kitoblar, rasmlar bor. Ayniqsa biz nimada Sovet davrini insonlari rasm yig'ishni yaxshi ko'radi. Albomlar. Bular ham o'sha eski energiyalarda, eskilikka qaytishni xohlash, hozirgi vaqtdan ko'ra o'sha eskilik yaxshidek. U eski zamonlar o'tib ketib bo'ldi. Eski davrda yashab bo'ldik, hozir yangi zamon keldi. Yangi davrdamiz, yangi ongdamiz. Dunyoqarash boshqacha, zamon boshqacha. Fikrlashimiz уже boshqacha. Bularni hammasi eskilikda og'irlashtirib boradi. Hammasini berib boramiz. O'sha aytganimdek, eski narsalarni berib bora olmaslik bu eski vaziyatlarni qo'yib yubora olmaslik, xafagarchiliklarini shu qalbida saqlashda. Shu vaqtda xafa bo'lganman, hali ichimda, hali qalbimda turadi mana shu bergan og'rig'i deydi. Lekin qo'yib yuborsa bo'ladi uni ishlab yuborsa bo'ladi, lekin ko'pincha ushlab turamiz. Narsalarni ham shunaqada, o'sha eslatib turadi bizga eski zamonlarni. Shuning uchun avvalo yana takrorlayman, o'zingizga qanaqa munosabatdasiz, o'zingizga qanaqa nom berasiz, nima deb nom berasiz? Dangasaman, yalqovman, iflosman, tartibsizman, loqaydman, yana nima, beparvoman, befarosatman. Shunaqa agar fikrlaringiz bo'lsa, bularda ishlab yuborish kerak. Demak, olib tashlash kerak bu fikrlarni va yangi fikrlarni qo'yish kerak. Shunda sirazi o'zingizga munosabatingiz o'zgardimi? O'zingizni hurmat qilishni boshladingizmi? Yoningizdagi turmush o'rtog'ingiz ham, farzandingiz ham hammani hurmat qilishni boshlaysiz va shu bilan birga uyingizga ham hurmat bilan qarab, qadrlashni boshlaysiz. Toza saqlashga harakat qilasiz. Yana kimdir yozgan ekan. Vot, mana men ham bugun yig'ib qo'ygan kiyimlarni berib yubordim. Молодец. Demak, berib yuborish juda ham muhim. Xafa bo'lmanglar, agar hamma kiyimlarni yig'aversak, narsalarni yig'aversak, uyimiz musulxonaga aylanib ketadi. Xoh yangi bo'lsin, xoh eski bo'lsin. Inson o'zi ruh shunaqaki, yangilanish uchun keladi. Mana eskisi buzilyapti, yangi uylar qurilyapti. Inson odamlar ham o'sha hovlini buzyapti, yangi xohlaydi inson. Chunki o'sha yangida energiya borda, yangida rivoj bor. Eskisi o'sha unaqa bizga sevgi bera olmaydi, unaqa energiya bera olmaydi eski narsalar. Endi bu degan hamma narsani olib chiqib tashlanglar, hamma narsani bir yo'qib yuboringlar, hamma narsani berib yuboringlar deya olmayman. Asta sekinlik bilan, masalan, aytadigan bo'lsam, mana shu uyda 2023-yil ko'chib kelgansiz, mana 2,5 yil bo'ldi. 2,5 yil davomida berib, hali ham berib yuramanda. Uydagi o'sha eskirgan narsalar, sal yangiroqlarga o'tganman. Ko'p narsalarni berib yubordim. Shunaqa bo'shab qoldimda, o'zi avvallari ham bu haqda darslar o'tganman. Podvalimiz, kladovkamiz bizni ong ostimiz. Podval qanchalik bardak bo'lsa, qanchalik narsalar ko'p bo'lsa, tartibsiz bo'lsa, ong ostimiz ham shunaqa bo'ladi. Bardakda fikrlashimiz bir me'yorda emas, hali uni o'ylab ketamiz, hali
bu narsani o'ylaymiz, ishim qolib ketdi deymiz. Bu narsam hamma hayotimiz tartibsizliklardan iborat bo'ladi. Agar podval, kladovka, ya'ni omborxona shunaqa tartibsiz bo'lsa. Va bizda nima bo'ladi? Podvalda, omborxonada to'la narsa bo'ladi. Keraksiz buyumlar. Kerak emas, lekin qachondir kerak bo'lib qolar deb saqlaymiz. Bu albatta oldingilarimizdan, ya'ni ota-bobolarimizdan qolgan. Ota-onalarimizga e'tibor bersak, haligacha saqlashadi. Eski bir kun kerak bo'lib qolar, bir kun kerak bo'lib qolsa-chi deb ko'pchilik aytadi. Qaynotam shunaqaki, podvalimiz to'lib ketdi, temir tersakka ko'chadan ham olib kelaveradi, uydagi narsalar ham unisidan so'raydi, bunisidan so'raydi, to'lib ketdi deb nolishadi. Endi ularni insonlarni ongi shunaqa. Ular shu eski narsa orqali o'zini qanaqadir bo'sh joyini to'ldiradi-da. Qalbidagi o'sha bo'shliqni shunaqa qilib to'ldiradi. Chunki ular ocharchilik vaqtida yashashgan, qiyinchilik vaqtida yashashgan, narsasi bo'lmagan, kiyimi bo'lmagan. Shular o'tganda, shuning uchun shu eski bo'lsa ham zato narsam bor. Eski bo'lsa ham kladovkada turibdi. Bir kun kerak bo'lib qolar, bir kun asqotadi. Bir kun yana o'sha qachondir yillar o'tib 20 yildan oldin olib qo'ygan narsasini kimgadir bersa yoki qayergadir foydalansa xursand bo'ladi. Yaxshi ham shu 20 yil oldin olib qo'ygan edim, shuni 20 yildan beri turib mana asqotdi ham deb qo'yishadi. Endi bunaqa onglar ham bor. Bu ham noto'g'ri demoqchi emasman. Bu ham to'g'ri. Demak, o'sha insonlarga o'sha eskilik muhim, eski fikrlar, o'sha eskilik, eski o'y-xayollar bilan ko'p yashashadi-da. O'zlarini kerakli his qilishadi, o'zini xotirjam his qilishadi. Lekin biz hozirgi zamon insonlari, hozir biz yangilik xohlaymiz-da, yangi narsa xohlaymiz. Ya'ni e'tibor bersak, hozir hech kim bitta kiyimini 3 marta, 4 marta, 5 marta kiyishyapti-da, o'sha 10 marta kiyishi mumkin uzog'i, keyin o'sha yangi kiyimga o'tib ketyapti. Chunki o'sha energiyasini o'sha yangilagisi kelyapti, yangi energiya xohlayapti. Endi energetik tozalashdan tashqari uyimizni qanaqa qilib tozalasak bo'ladi? Ya'ni jismoniy tozalashga o'tamiz. Jismonan qanday tozalasak bo'ladi? Olov, ya'ni o'zi eng tabiiy narsalar bu tuz, olov, suv va havoda bizga tabiatdan berilgan tabiiy tozalovchi vositalar hisoblanadi. Kim agar olovdan boshlaydigan bo'lsak, olovni yoniga borsa, yosh bolalar ham borib olaveradi-ku, xuddi mana olovni yoniga. Maza qilamiz, tozalanamiz, tinchlantiradi, tinchlantiruvchi xususiyatga ega. Xotirjam qilib qo'yadi. O'choqda ovqati ham shirin bo'ladi deyshadi. O'choqda qilingan o'sha o'tinlardan qilingan taomlar mazali bo'ladi deyshadi. O'sha shashliklar, har xil taomlar, oshlarimiz baribir o'choqda oshi boshqachada deb qo'yamiz. Sababi o'sha tozalovchida biz energiyalarimizni ham tozalaydi. Bolalar ham cho'q o'ynashni yaxshi ko'radi-ku, olov o'ynashni yaxshi ko'radi. Olov sevgi beradi-da, olov xotirjamlik beradi. Olov uchun mana hozir sizlarga tayyorlab qo'ydim. Shamlardan foydalansak bo'ladi. Shunaqa shamlardan foydalanaman doimiy. Uyimda sham bo'ladi, doimiy yoqib qo'yaman. Endi o'choqda ham albatta ovqat qilamiz, bu ham foyda beradi. Endi uyda ichkarisida olov yoqa olmayman. Ya'ni kimnidir uyida kamini bor, живой kamin. Bu ham juda ham zo'r, mazza narsa. Tirik kamin, kaminga o'tin qalab, o'sha tinchlantirib, xotirjam qilib qo'yadi. Olovda oddiy televizorda olov yoqib qo'ysak ham hattoki xotirjamlik olib keladi. Olov energiyalari shunaqa. Tabiiy tozalovchi vosita, Xudo tomonidan yaratilgan tabiiy vosita hisoblanadi. Tuz. Ko'pchilik bilmaydi yoki e'tibor bermaydi. Tuzga ahamiyat bermaymiz. Eng arzon narsa bu tuz, bilasizlar. Eng arzon narsa, lekin juda ham foydali narsa. Tuz shunaqangi tozalovchi energiyaga egaki, tabiiyda u kristal hisoblanadi. Yerda tabiiy o'zi paydo bo'lgan, uni tozalab, yodlab, haligi ishlab chiqarishda uni takomillashtirib bizga yetib keladi. Qimmatlashib 3000, 4000, 5000, 10000 bu har xil narxda, lekin o'zi asli juda ham arzimagan pul turadi. Tuz, oddiy tuzli suv qilib artish juda tozalab beradi.
tanamizni ham tanamni ham tuzli suv qilib turmush o'rtog'imni ham qizimga ham o'zim ham foydalanamiz. Doimiy shu energiyalar pasayib ketganda, xotirjamlik yo'qolib qolganda, bosh og'riq, qanaqadir xavotir, qo'rquvlar paydo bo'lganda doim tuzli vanna qilaman. Judayam tinchlantiradi va tozalab beradi. Butun tanamizni tozalab beradi. Shu bilan birga uyni ham oddiy bir idishchaga ko'pgina siqimlab tuzni solib turib, aralashtirib, o'shanda lattani yuvamanda, yaxshilab yuvib artib chiqaman. Oldin oddiy suvda artib chiqaman, undan keyin tuzli suvda artib chiqaman. Pollarni shu shvabraga tuz solib olamanda, o'zi shvabram bor, foydalanadigan. O'shanga ham tuzni solib olamanda qilib hamma joyda tozalab chiqaman. Tuz judayam yaxshi xususiyatga egada, bizga tozalovchi xususiyatga ega. Va suv albatta suvdan har doim foydalanamiz. Tuz va suv hamkorlikda juda ham zo'r. Undan tashqari tuzni tarelkalarga solib, uylar tozalab bo'lgandan keyin qo'yib qo'ysa ham o'sha uyda energiyasini tozalab beradi. O'sha uyda atmosferasini o'zgartirib beradi. O'ziga tortib oladi. Negativ fikrlarni, uy-xayollarni tortib, o'ziga energiya shimib oladi. Gubkada o'ziga tortib oladi va uni shu bir hafta, 3 kun, 4 kun, bir hafta turgandan keyin uni iste'mol qilib bo'lmaydi, uni tashlab yuborish kerak. Chunki u o'sha hamma negativ fikrlarni tortib olgan. Undan tashqari shunaqa har xil viruslarni ham, har xil infeksiyalarni ham oldini oladi. Tuz qo'yib qo'yish juda ham foydali. Oddiy tomog'im og'rib qolsa ham ozgina tuz solib turib, issiq suvda namakopli suv qilib tomog'imni g'arg'ara qilsam, shu tomog'imni chayqasam, burnimni chayqasam ham tezda o'tib ketadi. Tez tuzalaman. Chayni sodaga qo'shib yoki ba'zi chayni sodasiz ham. Chayni soda ham juda ham tozalash xususiyatiga ega. Uni ham albatta vannalarga ishlataman. Tuzga qo'shib, chayni sodani ham sovuraman. U ham tozalovchi vosita hisoblanadi. Bu ham juda ham arzon, bilasizlar, 5000 turadimi? Shunaqa. Tuzlarimiz ham shunaqa 1 kilosi 5000 turadi. 5000 dan 10000. Havo eng zo'r tozalovchi vosita. Biz ko'pchiligimiz qadrlamaymiz. Havo ham tozalaydimi deymiz. Yo'q, havo shunaqaki, men har kuni odat qilganman. Qishin, yozin ertalabda shu turib, misol yuz qo'limni yuvib bu yoqqa yurganimdan keyin albatta oynalarni ochib havoni shamollataman, aylantiraman. Havo judayam zo'r tozalab beradi. Har qanday infeksiya, virus, negativ fikr bo'ladimi, ko'p narsani tozalab beradi. Eng zo'r tozalovchi vosita. Xonani shamollatish judayam zo'r foydali. Inson sog'lig'i uchun ham, uy uchun ham, uydagi buyumlar uchun ham, o'ylang, sovuq, toza havo kirib, xonamizni, uylarimizni har bitta xonasi tozalab bersin. Har bitta xonalarni ochib chiqaman, sovuq bo'lsa ham, qishda ham, qorda ham ochib, bir qator havosi aylanib, sal sovigandan keyin yopib qo'yaman. Judayam zo'r tozalash vositasi hisoblanadi va judayam muhim ertalabdan toza havo nima deydi, bir aylanib olishi. Ya'ni yopiq xonada havo qolmaydi. Biz bilamiz, nafas olamiz, ayniqsa ko'pchilik bo'lganda uyda havo yomonlashni boshlaydi. O'sha atmosfera buzilishni boshlaydi-da. Albatta muhim, ertalab, kechqurun ham hattoki ba'zan shunaqa qilamiz, oynani ochib qo'yamiz, hal havo aylangandan keyin uxlaymiz. Juda ham uyquga ham zo'r foyda beradi. Issiq havoda uxlash juda ham qiyin. Uxlolmaysiz. Kechasi bilan o'zimga e'tibor beraman-da, havo issiq bo'lsa xona, uxlashim ham qiyin. Uyg'onaveraman, u yoqqa bu yoqqa qarayman, qanaqadir qiynalaman-da. Sovuq havoda, shu salqin havoda tiniqib, shu tinib uxlayman. Jimjit bo'lib uxlayman. Umuman shunday uxlab, shunday turaman. Juda ham havo ta'sir qiladi miyaga, o'sha fikrlashimizga, tetikligimizga. Chunki bu havo, bu kim bilsa bilmasa, bu Xudoda. Xudoni energiyalarini biz nafas olamiz. Nafas olib, nafas chiqarish bu Xudoni izni bilan va Xudoni energiyalari hisoblanadi-da. Va bu juda ham jonlantiradi, tetiklik beradi, uyg'oqlik beradi, hushyorlik beradi. Havo juda ham muhim
aspekt hisoblanadi. Bundan albatta foydalaninglar. Ko'pchilik hushdan ketib qolsa yoki nimadir havo yetishmagan deb o'ylayapsa, albatta havo berishadi. Yuragi boshqacha bo'lib ketsa, chunki havo kiradi, o'sha joyni tozalab chiqarib beradi. Energiyasini berib, tozalab chiqarib beradi. Uyni tozalovchi vositalardan yana biri bu gullar va mevalar. Bo'ladi. Ya'ni tuvakdagi gullarni, to'g'rimi? Tuvakdagi gullar ham bizga juda ham katta xizmat qiladi. Karbonat angidridni o'ziga tortib olib, toza havoni chiqarib beradi. Toza atmosferani yaratadi. Havoni tozalab beradi, xonamizdagi havolarni tozalab beradi. Mana gullar bo'lsa, atmosfera beradi, menga kayfiyat beradi. Juda ham yaxshi ko'raman shu vazadagi gullarni. Endi to'g'ri vaqtinchalik 10 kun, uzoq 15 kun turib beradi. Parvarishlab har kuni qarayman, lekin juda ham zo'r kayfiyat beradi. Menga xizmat qiladi-da. Maza qilaman shu gullarga qarab, bahri dilim ochiladi, kayfiyatim ko'tariladi. Boshqacha energiyalarni his qilaman, rasmga olaman, videoga olaman. Har qaraganimda maza qilaveraman-da. Bu haligi remontsiz uylarda yashaganimda ham juda ham xizmat qiladi. Shu remontsiz uyga qaram desam, shu uyga gulga qarab turib kayfiyatim ko'tarilib ketadi. Bizga o'zimiz yaratamiz. Kimdir yaratib bermaydi-da o'sha atmosferani. O'zim o'sha gullar orqali o'zimga atmosfera yarataman, maza qilaman, o'zimning kayfiyatimni o'zim ko'taraman. Va yana nima bor edi? Mevalar. Mevalar ham ularni hidi bizga ovozim eshitilyaptimi? Budilnik chalinib qoldi. Yozvoringlar, ovoz qanaqa? Ovoz bormi? Ovozim eshitilyapti. Plus qo'yib yuboringlar, iltimos. Aha, juda yaxshi. Rahmat. Rahmat. Mevalar har qanday mana apelsin, mandarin, shuni hidlaganingizda maza-ku, olmani hidi, yupoy meva kayfiyati ko'taradi, xotirjamlik olib keladi. Mevali choylar, endi ular alohida bir mavzu. Misol uchun biz mevalarni yoshligimizda pechka bo'lardi, uyimizda shu pechkani ustiga mandarin po'choqlarni qo'yib qo'yardik. Hidi qanaqa chiqadi unda? Efir moylari chiqadi. Yoki hozir ham mana shu nima ataplenyalarimiz ustiga qo'yib qo'yaman, mandarin po'choqlarni. Hidi chiqib, shirin ta'm hid kelib turadi uydan. Har qanday mevalar ham uyga qanaqadir hidi orqali mazza beradi. Uyga atmosfera beradi. Mevalar qo'yib qo'ysangiz ham, uni kirgan odam ham mazza qiladi, ko'rgan odam hamda. Voy deydi, o'zim har ko'pgina qilib shu mevalar qo'yib qo'yaman stolni ustiga, har xil mevalar, ular hidi kelib turadi. Qanchalik biz hidlarni his qila olsak, bizni ichki olamimizni ham his qila olamizda. Hidlar ochib beradi. Mana ko'pchilik duxin hidini yaxshi ko'radi, tabiiy bo'lmagan bo'lsa ham parashoklar hidini yaxshi ko'radi. Qanaqadir hidlarni yaxshi ko'ramiz. O'zi biz ayollar shu hiddan ham mazza qilamizda. Mana shu hiddan bizga mazani berib, qalbimizni ochishga yordam beradi, yuragimiz ochilishiga yordam beradi-da. Tabiiy hidlar juda ham ochadi. Sizga balkim bilinar, balkim bilinmas, lekin xuddi mevalarning hididan ham bahri dilimiz ochilib, o'sha uyga atmosfera bera olamiz. Bundan tashqari taomlar, uyda ko'pincha o'ylaymiz, qanaqadir hidlar kelmasa, qanaqadir yog'larning hidi kelmasa deymiz. To'g'ri, yog'larning hidi borligi, qaysidir misol uchun rus ayollarini, qari kampirlarning uyiga kirsak qanaqadir hid keladi. Mushukning hidi, uyda nimadir hid keladi. Ruslarni, boshqa millatlarni uyiga kira olmayman deyishadi ko'pchilikda. O'zim ham tortinib turardim shu. Qari kampirchalar bo'ladi, 70 ga, 80 ga kirgan rus ayollari. Chunki u yopishib ketganda har xil hidlar aralashib, tozalanmagan, artilmagan, shu yog'lari ketkizilmaganda qolib ketgan o'sha narsalar
qolib ketgan yog'li narsalar hid chiqarishni boshlaydi o'zidan. И o'sha agar his qilgan bo'lsangiz, o'zimiz ham jahlimiz chiqqanda, g'azabimiz kelganda, pastki onglarga chiqqanda ham insondan qanaqadir yoqimsiz hid chiqadi. Yoqimsiz hid, chunki uni o'y xayollarida, fikrlarida ham yoqimsiz fikrlar ko'p bo'ladi. Negativ o'y xayollar ko'p bo'lganligi uchun tanasidan ham shu narsani tashqariga chiqarib turadi. Uydan ham xuddi shunaqa. Uyda ham qancha negativ ko'p bo'lsa, u uydan qanaqadir o'zidan sassiq hid chiqarishni boshlaydi. Qo'pol qilib aytsam, yoqimsiz, yoqmaydigan, nimaligini tushunmaymiz, nima hidligini bilmaymiz, lekin boshqacha ekan hidi deb qo'yamiz. Uydan nimadir hidi kelyapti, tushunarsiz deymiz. U aslida o'sha bizni pastki onglarimizni qo'rquv, xavotir, nafrat, g'azab, alam, o'ch olish da mana shu pastki his-tuyg'ularimizni, emotsiyalarimizni chiqarib berayotgan bo'ladi. O'ziga tortib oladi, avval o'zida ushlab turadi, keyin sekin u tashqariga chiqarishni boshlaydi. O'shaning uchun uyimizga kirsak ham yoqmaydi, yoqimsiz hidlar, yoqimsiz his-tuyg'ular, yoqimsiz emotsiyalar bo'lib boraveradi. Shuning uchun albatta shunaqa narsalardan foydalanaman. Ya'ni kim bilsa, aromatniy palichka deb ataladi bu. Idishchasi ham bor. Bu doimiy foydalanaman. Manaqa Palo Santo mana ozgina qolibdi menda. Foydalanib turaman. Bu ham juda ham uyda atmosferasini boshqacha qiladi-da. Bu narsalar to'g'ri, kimdir освежитель sepadi, освежителlar bor hozir uyga sepadigan, qanaqadir aromatizatorlar bor, o'sha suqib qo'yadigan, idishchalik bo'ladi-ku, o'zimizda ham vannada bor edi. Bor, lekin bular tabiiy emas-da, bular tabiiy emas. Bular tabiiy. Mana misol uchun shu aroma palichka Hindistonniki. Bunaqa aroma palichkalar ko'p. Arabistonda, Dubayda palichkalari bor, bunaqa hid chiqaruvchi, lekin juda ham yoqimsizlari juda ham ko'p. Boshda ortib qo'yadiganlar bor, kim agar foydalangan bo'lsa, asabiysi buzadiganlar bor. Hidlab turib jahli chiqib ketaveradi. Shunaqa hidlar bor. Ular tabiiy hid emas. Mana shu aynan, mana qaroqasini shunaqa bo'ladi. Rosa ham hidi zo'r buni. Mana shunday hidlasangiz ham o'sha maza qilasizda. Buni boshida 2019-yildan beri ishlataman-da. Bunga 6 yil bo'ldi. 2019-yil sotib olganimda turmush o'rtog'im rosa kulgan. Buni yoqib olib turib, hamma joyga har kun ertalab yoqib chiqaman. Bu shunaqa bir приятный hid taratadiki, xotirjam bo'lib qolasizda, o'zingiz ham bunaqa maza qilasiz buni hididan, chunki tabiiy narsadan tayyorlangan Hindistonniki. Juda ham o'rtog'im nima deydi, xotirjamlik olib keldi. Juda ham zo'r narsa. Mana Palo Santo, bu ham cho'pakcha, shu ko'rsatdim. Bu ham sotiladi uzun marketda. Ikkalasi ham uzun marketda bor. Kim olmoqchi bo'lsa, lekin har xil kanallar bor, magazinlar ham bor, bunaqa sotadigan. Endi Farg'onada bilmayman, lekin Toshkentda bor. Rossiyalarda ham bo'lsa kerak, kim Rossiyadan eshitayotgan bo'lsa bizni. Keyin ashaqa shamlardan juda ko'p foydalanaman. Hid chiqaradi. Shunaqa o'zini hidlasam ham maza qilaman-da. Bu butun uyni ichini shu bilan to'yintirib, to'ldirib tashlaydi. Juda ham shunaqa hidlarni yaxshi ko'raman. Kirgan odam ham, uyimga kelgan odam ham, voy, hid boshqachami? Nimani hidi kelyapti uyingizdan? Shunaqa приятный. Qanaqa duhi bu deyishadi. O'zi asli duhi emas, bu tabiiy narsalar. Tabiiy ifor taratuvchi, xotirjam qiluvchi, miyani sokin qiluvchi, o'sha asabiylikni yo'qotuvchi tabiiy narsadan efirniy masla deyiladi. Yog', moy, ya'ni tabiiy. Limondan, mana hozir yonimga olib kelib oldim, mana limonniki. Bu ham tabiiy limon ta'mi, lavandaniki bor. Buni hidlasangiz ham maza qilasiz. Duhiylar ishlatgim kelmaydi, chunki sun'iyda. Parashoklar, duhiylar, qanaqadir aromatizatorlar, sun'iy narsalar ishlatgim kelmaydi. Qanaqadir to'g'ri hidi balkim shirindir, lekin tabiiylik yetmaydi. Tabiiy narsalar chuqur his qilishga, chuqur xotirjamlikka olib keladi.
miya tinchlanishiga olib keladi. Bularni ham vannalarga ishlataman, keyin bunaqa diffuzor qilib sepishga, suv bilan, spirt bilan aralashtirsa bu anaqaga aylanadi. Nima deydi? Освежитель. Xonani освежить qilsa bo'ladi, postellarga освежитель bo'la oladi. Xonaga sepib chiqsa ham juda ham zo'r. Efirniy moylari. Bularni mana hammasi hozir aytganlarim yana bordir. Kimlardadir boshqa usullar bordir, lekin men bilganlarim, doimiy foydalanib yuradiganlarim shular. Bular uyni tozalaydi. Uyni energetikasini yangilab beradi. Insonga ham foydali, uy uchun ham. Uy ham mazza qiladi. Uyni ilohiy ruhi ga ham mana bizga ham ongimiz bor, bizga ham kerak-ku. Tozalov kerak. O'sha tuzli suvda yuvinish muhim, toza havo kerak, olov kerak bizga ham, shu olovda ham tinchlanamiz. Yoki mana shunaqa hidlar orqali, mevalarning hidi orqali, gullar orqali bahri dilimiz ochilib mazza qilamiz. Uyimiz ham xuddi shunaqa. Uni ham o'zini energiyalari bor. O'zini o'sha mazza qiladi u ham. Qancha uyda komfort bo'lsa, shinamlik bo'lsa, shirin hidlar bo'lsa, uy mazza bo'ladi, fayz kiradi. Albatta bu narsalar emas, aslida uyni fayzli qiluvchi insonni o'zi. Inson fayz beradi har qanday joyga. Mana hamma narsa bo'lsin, inson yashamasin, hech kim yashamasin, shunaqa dabdabali uy bo'lsin, inson kirmasin, yashamasin, u joyda fayz bo'lmaydi. U joyda baraka bo'lmaydi. Albatta inson, lekin bular yordamchida bizga. Har qanday o'sha siz kirmayotgan misol ko'p xonali uylar hozir qurib olgan insonlar bor. Xona 10 xona, 20 xona, umuman kirmaydigan xonalarimiz borda. Umuman kirmaydigan, o'sha nazarimiz tushmaydigan, ora yilda bir kirib qo'yadigan xonalarimiz bor. O'sha xonalarga ham albatta kiring. Ya'ni ayol kishini bironta joy qolmaslik kerak nazari tushmaganda, albatta kirib, havosini almashtirib, tozalab, minnatdor bo'ladi o'sha uy. O'sha uy rivojlanadi. Biz o'ylaymiz, uyga chiroyli narsa olib kelsak, gullar olib kelsak, yangi narsalar olib kelsak, uy zo'r bo'lib qoladi deb o'ylaymizda. Yo'q, unga alohida mehr berish kerak, alohida energiya berish kerak, minnatdorchilik bildirish kerak va shunaqa narsalar bilan to'ldirib borish kerak. Tozalash ham kerak, lekin energetik ravishda ong orqali ham tozalash kerak. Bugun menimcha ulgurmaymiz meditatsiya qilishga. Men sizlarga meditatsiya tayyorlab qo'yganim shu uy bo'yicha tayyorlab shu kanalga tashlab qo'yaman. Meditatsiya orqali ham tozalash uyimizni, energiyasini tozalash. Uni meditatsiyani uyga qo'yib qo'yganimizda uy tozalanishni boshlaydi. O'z-o'zidan o'sha negativ energiyalardan ozod bo'lishni boshlaydi. Uy ham bu katta narsada ota-bobolarimizni kimlarnidir uyi bo'lmagan. Kimdir butun umr ijarada yashagan, o'sha ota-onamiz yoki kimnidir uyda yashagan yoki o'zini makonimiz qayna-qaynotani uyida yoki qaynoka, qaynukalarning uyida yashagan. O'sha kimlardir shunaqa bo'lgan, o'sha his-tuyg'ular ham bizda qoladi-da. Qoniqmaslik bo'laveradi. Hozirgi uydan qoniqmaslik yoki yangi uy sotib ola olmaslik. Shunaqa hissiyotlar ichkarida bo'ladi. Bu ishlanadigan narsa. Buni mutaxassis bilan, albatta psixolog bilan ishlab orilsa, kimda uy yo'q bo'lsa, kim doimiy ijarada yashasa, kim remont qila olmayotgan bo'lsa, demak, buni mutaxassis bilan yaxshilab ishlab olsa bo'ladi. Lekin asosiy narsalarni berdim sizlarga. Qancha ichkarida o'sha minnatdorchilik his-tuyg'ulari, ichkaridan rozilik, mana shu hozirgi holatidan rozilik hislari ko'p inson o'tqizsa, unga albatta beriladi. Yaxshi imkoniyatlar, kimlardir yordam beradi, qayerdandir o'sha moliyaviy tomondan yordamlar kelishi mumkin. Qayerdandir yo'llar ochiladi-da.
mana shu rozilik his tuyg'usi, minnatdorchilik va uyiga shu mehr berish judayam muhim. Albatta holat o'zgaradi.